во-первых, поздравляю вас, Спасибо. потому что наше кино все-таки международном уровне признают, и лично мне очень понравился. Но я кинолюб, я отличаю второстепенные фильмы, да, от шедевров, да. Поэтому, как вы думаете, именно ваш фильм публике понравится, широкой публике? Потому что в последнее время сериалы уже как бы люди привыкли к сериалам, легким сценариям, Да. и без эмоций, без каких-либо причин какие-то. Вы поняли, да? Да. Начнем с того, что это короткометражный проект, он артхаусный больше. Тут надо думать, когда смотришь. Тут специально все такие выдержанные кадры, вот это все, чтобы человек все считывал информацию с кадра. А это не коммерческий проект. Вот коммерческие они по-другому снимаются. Они, да, как вы говорите, более легкие, более лайтовые. Именно чтобы коммерцию, как в кинотеатры, я думаю, вряд ли. Но на фестивале это фестивальное больше кино. Примерно как, например, люди, к сожалению, больше читают желтую прессу, да, чем обоснованная информация. Они любят необоснованные. Не все любят фильмы, которые заставляют думать. Но тем не менее, какая у вас цель? Все-таки вырваться на международный уровень кинодеятелей, либо чтобы люди вас приняли как режиссера, как деятеля кино? У меня цель показать, что мы можем делать кино на международном уровне. На фестивалях вот это все, да, так как это короткометражная картина. Здесь в первую очередь фестивали — это главная цель сейчас. Потому что большие фестивали, там очень интересные зрители собираются, различные кинокритики и так далее. У меня цель такая сейчас, в первую очередь на международку выйти. Вы сами сказали, что это короткометражное. У вас есть амбиции, чтобы снимать такой большой фильм? Я как раз же его анонсировала в начале, то, что в начале клип показывали. Это как раз вот первый дебютный, получается, полнометражная картина, сделанная в стиле нуар специально. Это был эксперимент, получится ли нуар в Узбекистане, нуар, смогу ли я с ним справиться, потому что это больше мужской такой стиль. Вот. И вот он сейчас готов, я собираюсь его тоже в ближайшее время премьерить. Точно так же отправила по фестивалям для начала, и цель дальнейшая распространить. В смысле, возможно, в кинотеатр поставить, пока цель такая. То есть полный метр, да, конечно. Желаю вам успехов, Спасибо. чтобы у вас все было отлично. Мы всегда будем вас приветствовать и Спасибо поддерживать. Спасибо большое. Umuman bugungi premyera haqida xalqaro darajada tan olinayotgani odamni xursand qiladi. Bu boradagi o'z fikrlaringiz, san'atkor va ijodkor sifatida. Avvalambor so'zimni agar ruxsat bersangiz manshalik kino ijodkorlarini tabriklashdan boshlayman, chunki bu juda ham kino sanoatimizda deymiz ham shu kino industriyamizda juda ham katta qadam bo'ldi deb ayta olaman. Sababi endi Gulnoraning o'zining ijodlari bilan ham tanishman, o'zlaridan juda ko'p suhbatda bo'lganmiz va bu film ham navbatdagi film ham bundan avvalgilari kabi o'ziga yarasha bir o'zini jihatiga ega bo'lgan, o'zini bir ajoyib bir ma'no mazmuniga ega bo'lgan sifatli va saviyali filmlardan biri bo'la oldi deb ishonaman. Va alohida ta'kidlab o'tirgan narsam, men o'zim Stiven King muxlisiman. Haligi juda ham ko'p kitoblarini, juda ko'plarini o'zim o'qib tahlil qilib chiqaman va aynan mana shu film, mana shu kabi buyuk yozuvchini boshchiligida amalga oshirganligining o'zi bu juda ham katta yutuq deb ayta olaman. Nafaqat hamkasbimiz uchun, balki butun O'zbekiston kino sanoati uchun, kino ijodkorlari uchun ham bir katta qadam deb ayta olaman. Sababi mana shu film bilan balki ta'bir joiz bo'lsa aytish mumkinki, mana shu hamkasbimiz o'sha mashhur kinorejissyorlar Frank Darabont kabi bir qatoriga turib, ana o'sha Stephen Kingning ekranizatsiyasini amalga oshirgan sanoqli kinoijodkorlar qatoriga kira oldi. Va bu ham aytganingizdek, xalqaro miqyosdagi O'zbekistonning nufuzini, o'zbek kinosining nufuzini bir qadam bo'lsa ham, bir ozginaga bo'lsa ham o'sishiga o'zini katta hissa qo'sha oladi bu mana shu jarayonlar deb aytaman. Va tomoshabinlarni, xudo xolasa, qiziquvchilarni mana shu filmni tomosha qilishga chorlab qolaman. Sababi birinchidan avtor, ya'ni Stephen Kingning ijodlari har doim o'ziga yarasha bir juda ham qiziq dramaturgiyaga ega bo'lib kelgan va bevosita Gulnoraning ijodi orqali bu narsani ekranizatsiya qilinishi, ya'ni bu narsaga yoritib berilishi mana shu ikkita juda ham yaxshi fikr egalarini qo'shmasi sababli bir yaxshi navbatdagi bir ijod mahsulot paydo bo'ldi deb ayta olaman. Shuning uchun omad ijodkorlarga yana bir marta tabriklayman. Tomoshabinlarni esa xudo xolasa tomosha qilishga chorlab qolamiz.
Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Я специально заново прочитала вчера Стивена Кинга, именно рассказ «Человек, который никому не подавал руки», по мотивам которого и создан этот фильм. Ну, вот что я могу сказать. Фильм мне очень понравился. Мне понравилось то, что здесь показан именно узбекский наш колорит, и введены были новые герои, а какие-то и были заменены. И, на мой взгляд, получилось где-то по-кинговски, а где-то были сохранены наши традиции. И если говорить о смысле фильма, Гульнара спросила, каждый понимает Кинга по-своему. У каждого из нас свой Стивен Кинг. И если в рассказе главный герой погибает от отчаяния, что он убивает всех, все, к чему не прикоснется, здесь, я так поняла, герой простил себя, и к нему приходит не новая жертва, а к нему приходит прощение в виде очередного его спутника жизни, вернее, спутницы. Я поздравляю Гульнару, я надеюсь еще на множество проектов, и она повторит подвиги своих коллег, американских коллег, которые благодаря фильмам Стивена Кинга заработали очень много наград. Поздравляю Гульнару. Спасибо. В первую очередь хотелось бы поздравить своих замечательных друзей, а потом уже коллег, молодых кинематографистов с такой достаточно яркой премьерой в университете Аджоу. Что хочется сказать о фильме? О фильме хочется много говорить, но важно вникнуть в саму суть режиссерской работы. Я считаю, что эта работа, она заслуживает уважения, потому что далеко не каждому кинематографисту в Узбекистане удается снимать работы Стивена Кинга. Поэтому я хочу поблагодарить всю съемочную программу, начиная от продюсера, заканчивая помощником оператора, с таким действительно ярким дебютом, ярким выступлением, а самое главное, прекрасной организацией такого мероприятия в Узбекистане. Вперед кино, вперед Узбекистан! Спасибо. Ну, мой друг, братишка, Да. будущая звезда. Я видел вас, уже играете. Поздравляю. Я играю. Какое ощущение? Ощущение прекрасное. Моя первая маленькая роль как пассажир в автобусе. Но по совместительству я еще являюсь исполнительным продюсером этого фильма. Очень-очень классная команда. Очень все работали классно, все работали самоотверженно, я скажу. И денно и ношно мы выезжали в экспедицию на несколько дней в область. Я снимал дачу двухэтажную с бассейном. Все после работы приходили, отдыхали. Все было шикарно. Работа, отдых. Это моя первая работа, и для меня, во-первых, это учеба, так как я только-только в этой теме. И самое главное, что я могу сказать, много ошибок, потому что на ошибках учатся. Как говорили, у меня в молодости, в моей молодости, в нашей молодости, умный учится на своих ошибках, дурак на чужих. Вот. Я очень... Слишком скромно говорите. Ну, я фактически здесь ошибок практически не видел. Тем более Я говорю про свои, как исполнительный продюсер, у меня очень много ошибок было. Ну, во-первых, желаю успеха. Во-вторых, мы кинолюбы, да, у меня тоже кое-какие есть идеи, да. Как вы смотрите на сопродюсера? Я смотрю это очень позитивно. Несколько сценариев у меня есть. Вот, я смотрю это как очень позитивно. Но я скажу, вчера фразу сказал один мой близкий, мой тоже однокурсник Фуркат Усманов, директор Центра развития кинематографии Узбекистана. Он сказал такую очень шикарную фразу мне. Он говорит, даже если я с близким другом буду, с братом снимать фильм какой-то, как сопродюсеры, как друзья, он говорит, чтобы не было проблем в будущем, желательно все документы подписывать у нотариуса, чтобы в будущем не было проблем. Да, это да. Чтобы он был спокоен, и я был спокоен. Ну, я скажу, вот на сегодняшний день это главное у продюсера. Правильно заниматься документами, чтобы не было нюансов. Да. Дальновидный такой подход. Он опытный, он в этом. Да. Если бы мне это сказали бы год назад или хотя бы 1,5 года назад, я считаю, было бы намного меньше ошибок. Ну, желаю успехов.
возможно... Но я будем уверен, еще- в ближайшее время еще обещают Увидимся, да. быть фильмы, в которых я буду участвовать как продюсер, как исполнительный продюсер. И как актер. И как я снимаюсь, меня зовут очень даже много, и в рекламе я снимаюсь везде. Мне Я понравилось. вижу. Мне это понравилось, и я скажу, почему. Я же сказал, я здесь только недавно, в этой сфере. И чтобы посмотреть, как устроена эта сфера, я хожу сниматься как актер, чтобы видеть, как работают другие съемочные группы. Записываю прямо в блокнотик, при пишу. Но я студент, я записываю их ошибки, чтобы не делать такие. У вас хорошие перспективы, потому что вы моложе меня, во-первых. Во-вторых, у вас свой формат есть. Когда нужно сыграть какого-нибудь чиновника или какого-нибудь олигарха, вы как раз подходите. Да, меня как раз зовут. Я уже видел, и рекламу видел, так что я говорю, отличный формат. Ну, к сожалению, мне не разрешает жена сниматься, поэтому я могу только продюсером быть и сценарии предлагать, которые будут интересны. Потому что я уже давно в кино и работаю, и деятельность моя связана, и я кинолюб. Я Успехов тоже. вам. Все, спасибо. Yaxshi kino olinibdi. Sizni ishtirokingizda tabriklayman. Rahmat. Chunki bu kino kichkina qisqa metrajli bo'lsa ham xalqaro darajada nazarga tushgani bu albatta o'zbek kinosini o'zbek umuman xalqiga uchun bu yaxshi bir martaba. Shuning uchun o'zingiz fikrlaringizni bo'lishsangiz. Endi birinchidan horror, nuar, ya'ni ужас janrlar bizda defitsit desak bo'ladi, ya'ni juda kam kinematografiyada shunaqa janrlar. Steven King esa bilasiz, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha korol ужасов rus tilida deyishadi. O'sha uchun qiziq tomoni shu birinchidan. Ikkinchidan dastur, ya'ni loyiha haqida gapirsak, Baby Dollar nomi Steven King tomonidan tashkil qilingan, birinchi marta 1977-yilda o'tkazilgan va oxirgi 2023-yilda 26-dekabrda Steven King janoblari o'zlari internetga chiqdilar va aytdilar, "Всё, я закрываю эту программу". Shu bilan dastur yopildi. Va 2023-yilda ilk marotaba birinchi marta O'zbekiston nomidan mana O'zbekiston fuqarosi Gulnora Ivanova qatnashdi. Ham g'olib bo'ldi, yutdi. Va o'ylab qarasak, demak Gulnora Ivanova ham birinchi ham oxirgi desak bo'ladi O'zbekiston tomonidan. Bu kino festivalni, art house kino desak bo'ladi, ya'ni kinoteatrlarimizda hech qanaqa prokat bo'lmaydi, lekin jahon bo'yicha barcha festivallarga, qisqa metrajli bo'yicha festivallarga taqdim qilinadi, qatnashadi. Bugungi premyera, bu kichkina premyera. Bu premyeradan keyin yana bir nechta maxsus namoyishlarimiz bor. Bir nechta xalqaro tashkilotlarda, bir nechta elchixonalarda maxsus kichkina namoyishlar bo'ladi xorijiy dipmissiyalar uchun. Va o'ylab turibmanki, mana shunaqa kinoijodkorlar O'zbekistonga kerak. Sababi bu mustaqil kinematografist hisoblanadi. Gulnora Ivanova mana misol uchun bu yil dunyo bo'yicha bilasiz top 3 bor. Cannes, Berlinariya, Venetsiya. Misol uchun bu yil Berlinariyada, ya'ni Berlin xalqaro kinofestivalida ham Gulnoraga o'xshab Sabina Bakayeva qatnashdi. Xuddi shunaqa qisqa metrajli film bilan bu O'zbekiston tarixida 3-marta nima bo'lgan, kino bo'lgan. Berlinariyada birinchi bu Yusuf Roziqovniki edi, davlat buyurtmasida asosida olingan film. Ikkinchi marta Saodat Ismoilova qatnashdi, mana 3-marta Sabina Bakayeva qatnashdi. Mana Sabina, Gulnora Ivanova shunaqa kinematografistlarni albatta qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki rus tilida bitta gap bor, в конкуренции рождается качество. Ya'ni kinematografiya agentligi, har xil nodavlat tashkilotlar, har xil fondlar, misol uchun mana bizda Tashkent Film School bor, nodavlat notijorat tashkilot. Tashkent Film School o'tgan yil Venetsiyada qatnashdi, bu yil Berlinariyada qatnashdi. Bu yaxshimi? Albatta yaxshi. Chunki ular O'zbekiston nomidan qatnashdi. Bu O'zbekistonga, bizni obro'yimizga, imijimizga bu faqat plus.
O'sha uchun qo'llab-quvvatlayapmiz. Men shaxsan nima deylik, jismoniy shaxs sifatida mana qo'llab-quvvatladim. Mana bugun tashkillashtirib berdim bu tadbirni. Ertaga indinga qolganlarni ham qo'llab-quvvatlayman, yordam beraman. Shu faqat mana kameraga qarab aytmoqchiman, hammamiz yordam beraylik, qo'llab-quvvatlaylik yosh kinoijodkorlarimizni. Baraka toping. Muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Birinchidan bu kino yosh deymiz rejissyor tomonidan olingan va ikkinchidan bitta narsaga ahamiyat qilishimiz kerak. Bu Stiven Kingni oxirgi dasturini deymizmi birinchi marta va oxirgi marta ishtirok etgan o'zbekistonlik ayolimiz, qizimiz bo'ldi va ular tarafdan qilingan shunaqa chiroyli kinoni va o'sha professional tarzda ham olinganligini aks ettirish kerak va aytib o'tib tushish kerakda. Gulnorani tomonidan mana o'sha qilingan shunaqa kino qisqa bo'lgan taqdirda ham, ammo hamma mazmunini, o'sha g'oyasini to'laqonli o'zini aks ettirib, uni suratga olib, aktyorlarni tanlab, aktyorlar yosh bo'la turib, 3-kurs talabalari, ammo shunaqa o'ynaganliklari bunga havosim keldi birinchidan. Ikkinchidan nimaga qarashimiz kerak? Menga juda ham yoqdi. Bu ularni o'sha gapirishi, o'zini tutishi, ularda o'sha kinoni o'sha sirli mazmuni yetkazib berishi ham juda ham deymizmi zo'r bo'ldi. Ammo ko'rganingizdan keyin siz ayta olmaysiz o'sha yosh deymizmi bizni iqtidorli talabalarimiz, yoshlarimiz tomonidan olinganligi. Aytish kerakki, o'sha VGIK tomonidan o'sha oliygohda shunaqa bizni o'sha iqtidorli bolalarimizni tarbiyalab, ularga imkoniyatlar yaratib, o'sha davlat siyosati shunaqa shakllanganligi, hozirgi shu darajaga yetganligi va o'sha keng imkoniyatlar ochib berilganligi bizni yutug'imiz hozirgi kunga. Va o'ylaymanki, kelgusida kamdan kam shunaqa mana boshqa O'rta Osiyo mamlakatlaridan shunaqa yosh qiz deymizmi, o'zini taklifini o'zini deymizmi o'sha yondashib, hujjatlarini yuborib, o'sha dasturda qo'llaganligi bu biz uchun ham deymizmi o'sha yaratilgan imkoniyatlardan foydalanganligini deymizmi ko'rsatib beradi. Kamdan kam mana Qozog'istonlik ham emas, Tojikiston, Turkmaniston emas. Qozog'iston lekin Qirg'iziston kino borasida ancha damlab ketdi. Ancha damlab ketdi, ammo bizni yoshlarimiz bor. Nimaga ahamiyat berish kerak? Bu уже standart, mana hammaga уже yoqmaydigan darajaga chiqib ketgan o'sha o'zbekcha seriallar, o'sha ichki muammolar, o'shalarni deymizmi o'sha past darajaga tushirib. Yaxshi to'g'ri aytyapsiz. Aynan serial bo'yicha men fikrimni aytdim, chunki filmda e'tibor bergan bo'lsangiz, sizga ham aytdim. Hissiyotlarni chiroyli ko'rsatib bergan yoshlar. Lekin ba'zi bir seriallarda ma'nosini ham qo'yib turing, mutlaqo hissiyoti yo'q. Louis de Funès kabi Fransiyaning aktyorlarining eng katta yutug'i hissiyotlarni chiroyli ko'rsatib berishidir. Lekin afsuski ba'zi vaqtlarda xalqqa shu yoqyapti. Juda ham mazmuni xunuk bo'lgan, mazmuni chidab bo'lmaydigan darajadagi serial nomini o'zidan jahlingiz chiqib ketadi. Men o'ylaymanki, xalqqa yoqmaydi, xalq ham talab qilyapti. Yangi o'sha hissiyotlarni to'g'ri berib, ularni o'zidan o'sha talqinligini ko'rsatib berib, ichidan chiqib kelishini bizga hammamizga yoqadi u narsa. Ammo hozir yo'qligi, mana shu jarayonlarda qarasak, bunaqa kino yo'q, serial yo'q. Biz majburmiz o'sha borini yeyish, ko'rish, deymizmi o'sha ruhiy nuqtai nazardan odam baribir rivojlangisi keladi, yaxshilikni ko'rgisi keladi, yaxshi shedevrlarni ko'rgisi keladi. Badiiy film bo'lsa, badiiy filmligini o'sha biz o'rganib qolganmiz. O'sha Kamil Yarmatovda yaratilgan deymizmi, shunaqa darajadagi o'sha men bilmayman, shuncha ko'p bo'lgan bizni shedevrlar, o'sha Abror Hidoyatov o'ynaganligi, ularniki o'tgan kunlar Mehrobdan o'sha filmlarni ko'rib biz tarbiya olganmiz. Hozir men buni ko'rganingizdan keyin bilasizmi, juda ham xafa bo'lib ketasiz. Men bu kinoni ko'rdik, birinchi qadam bo'lgan taqdirda ham, ammo bolalar unga harakat qilgan. O'shanaqa idealga erishishga harakat qilib, shu narsaga ular birinchi ikkinchi qadamini qo'yib kelishyapti, erishdi unga. VGIK haqida gapirdingiz. Ochig'i biz kuzatib turamiz, juda ko'p tanqidlar chiqdi ular haqida, lekin mutlaqo unga e'tibor berishmadi. Aytish mumkinmi?
VGIKni mana birinchi qadami xalqaro darajaga chiqdi. Ertaga o'sha tanqid qilganlarni sharmanda qilib juda katta muvaffaqiyatga erishadigan bir bilimgohga aylanadi va buni isbot sifatida ko'ramiz deb o'ylaysizmi? Men o'ylayman, to'g'ri, shunaqa bo'lishi mumkin. U ertagi talabalar bunga intilmoqda va o'sha Markaziy Osiyoga imkoniyat yaratib, o'sha Toshkentda ochilgan VGIK filiali bu nafaqat O'zbekiston uchun, bu Markaziy Osiyo uchun imkoniyat. Shu darajaga, yana men bilaman bir nechta bolalar, mana Eldor aka ham gapirib berishlari mumkin. Bir ikkita bolalarimiz Jizzaxdan kelib, madaniyat institutiga kira olmasdan, hech qayerga kira olmasdan 5 yil harakat qilib VGIKka kirgandan keyin uni yo'li ochilib ketdi. U hozir xalqaro maydonda taniqli bo'lib ketgan bu yigitimiz. U ham nimaga xursand bo'lasiz? O'sha o'zbek bolasiga shu dargoh orqali yo'l ochilib, imkoniyatlari keng ochildi. O'shaning uchun aytmoqchi edim, bu juda ham katta imkoniyatlar. Bu juda ham katta nafaqat imkoniyat, bu o'sha hayotdagi beriladigan odamlar uchun, yoshlarimiz uchun yo'l, hayot yo'li, hayotini o'zgartirish uchun shunaqa sharoitlar, yaratilgan imkoniyatlar hammasi. Men o'ylaymanki, bunaqa oliygohlar ko'p bo'lsa-da, yoshlarimiz o'zini yo'lini topib ketadi. Hayotda o'zini o'rniga ham ega bo'ladi va u shunaqa shedevrlarni ham yaratib beradi. O'zbek tilidan rus tiliga o'taman. Сейчас я залил керосины, сказал, что в ГИК критикуют некоторые сайты, да, скажем, да, но вы держали молчание, да, а теперь первый шаг уже успех, краткометражный, но успех, уже в международном уровне вас уже отметили как позитивную. Это, с одной стороны, вот, уважаемый Нодер, мнение, что это уже первый шаг, дальше уже будут успешные ваши проекты. Так что это уже ответственность. Вы уже должны все бросить и именно этим заниматься для того, чтобы мои слова подтвердились. Я и так все бросил. Вся прошлая жизнь осталась. Не только вы. Я отвечаю только за себя. Я и так 3,5 года назад все бросил и жизнь кардинально поменял. Занялся кинематографу. Спасибо родному агентству кинематографии Узбекистана, Центру развития кинематографии Узбекистана, ВГИКу в первую очередь, Центральному ВГИКу Малышеву, который нас держит. Отлично. Мои керосинные слова передайте своему руководству, Передам. чтобы они держали марку, чтобы они амбиции появились, чтобы они подтвердили мои Амбиций слова. очень много. Мы скажем так, мы перевернем кинематограф Узбекистана. Отлично. На этом слове закончим. В хорошем смысле Да. В слова. хорошем смысле, да, в лучшую сторону перевернем. Спасибо вам обоим. Успехов.